Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hop, bugungi videorolikimizda bitta akamizdan loyihasi bor o'zlarida, Rossiyada ishlashar ekan, qaysi bir shahrida. O'sha loyihasida ayrim tushunmagan qismlari bor ekan, shuni biz video tarzida tushuntirib, video darslik qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Xo'p, bizda hozirgi holatda bu 3D varianti, 3D variantda o'slari berilgan, xuddi loyihadagi kabi. Mana bizda loyihamizdagi o'slar, ya'ni loyiha mana shu holatda har bitta o's burchakdagi razmerlari bilan berilgan. Mana e'tibor beradigan bo'lsalaring, bu burchakdagi razmerlari berilganligi o'sha binoni 90 gradusda topish imkonini osonlashtiradi. Shuning uchun har bitta burchagiga mana razmerlar bilan berib qo'ygan. Xo'p, bizda o'sha razmerlar mana hozir men sizlarga taxminan ko'rsataman. Endi razmer 3D Max'da razmer qo'yish iloji yo'q, lekin mana mana shu joydan mana shu joygacha bo'lgan masofasini beryapti bizda. Mana shu masofa. Shu masofani mana 13695 mm qilib beryapti. Loyihada. Keyingi masofalari ham xuddi shunday. Mana misol uchun mana shu burchakdan olyapti va mana shu joygacha. Keyingi razmerimiz. Buni ham 14132 millimetrda bergan. Xuddi mana shu tartibda qolgani ham xuddi shu holatda chiqishi kerak. Ya'ni birinchi o'simiz A1 o'sidan doim A1 o'sidan beryapti. B4 o'sgacha bo'lgan masofa 13695 bo'lishi kerak degan ma'noni bildiryapti. Va keyingi o'simiz yana o'sha A1 o'sdan B4 o'sgacha bo'lgan masofa, mana B4 o'sgacha bo'lgan masofa 14132 mm bo'lishi kerak. Ma'nosi shu. Asosiy ma'nosi o'sha 90 gradus topish imkonini beradi. Xo'p, keyingi qismi mana bizda svaylar, ya'ni svaylarda o'zi o'sha maxsus texnikalar yordamida razmerlar bo'yicha o'zlari qoqib ketishadi. Svaylarni ham hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana 3D holatda ular o'chirib perspektivaga o'tamiz. Mana bizda o'simiz mana shu holatda turibdi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, men svayni chizib tayyorlab qo'yganman. Xo'p, mana shu holatda demak. Mana svaylar mana shu holatda. Endi buni ko'radigan bo'lsak, svaylar mana shu holatda bo'ladi. Bu yerga o'sha razmerlar bo'yicha men hozir aniq razmerlar bo'yicha qo'ymaganman bu svaylarni. O'sha o'zi loyihada turibdi, o'sha razmerlar bo'yicha mana har birini razmeri bor, o'sha razmer bo'yicha qoqib mustahkamlash kerak bo'ladi. Va svay qayergacha qoqiladi? Mana yonida qirqimini ko'radigan bo'lsak, bizda qirqimi berilgan. Mana. Ya'ni svay qancha qoqilishi kerak? Mana fundamentni nimani oxirgi masofasigacha bo'lgan joygacha qoqilishi kerak va qolgan qismi dalbit qilib olib tashlanadi svayni. Ya'ni mana shu armaturasi 4 ta armatura bo'ladigan bo'lsa, 4 ta armaturasi ikki yonga mana qizilda belgilab qo'yilgan, ikki yonga bukilib qo'yilishi kerak bo'ladi keyinchalik. Razmerlariga keladigan bo'lsak, mana pastki qismida grunt bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisobda va -760, ya'ni 0 dan -76 sm pastda grunt tekislanishi kerak bo'ladi. Undan keyin mana 5 santimetrlik podbetonka quyiladi. Xo'p, hozir men sizlarga shuni ham ko'rsataman. Mana biz svaylarimiz mana shu holatda bo'lsa, men prosta o'sha mana armaturasi chiqib turibdi. O'zi armaturasi bo'lmaydi. Men dalbit qilingan holatini chizib qo'yganman. Xo'p, demak bizda yer qismimiz yerimiz mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lum miqdorda mana chiqib turibdi o'zi. Ma'lum miqdorda chiqib turibdi. Stayashkadan keyin
o'sha loyihada ko'rsatilgan razmerda qolishi kerak. Ya'ni taxminiy masofasi mana bu yerda razmerlar bilan berib qo'ygan -62 santimetr, ya'ni 0 dan -62 santimetr pastgacha dalbit qilinar ekan. Mana shuni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi qismimiz mana slaydni tushundik. Razmerlari loyihada turibdi. O'sha razmerda qanaqa bo'lsa, xuddi shu holatda mustahkamlab qoqib chiqiladi. Va undan keyin ya'ni mana shu yerda EPPS deb berib qo'ygan. Utilitel, ya'ni utilitel EPPS qanaqa bo'lishi kerak. Men hozir buni sizlarga nimasini ko'rsataman. EPPS nima ekanligini. Hop, средний Windows может изображение ochmayapti. Demak, boshqa narsada ochishimiz kerak bo'ladi. Открыть. Открыть с помощью degan narsa bo'lardi. Nimagadir ochmayapti. Demak, buni fayli to'g'ri kelmayapti menimcha. Hop, hozir ko'ramiz. Kerak. Mana ish holatda mana EPPS nima ekanligini videoni to'xtatasiz va o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shu ma'lumotni bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Keyingisini ham hozir ko'rsataman. Buni mana videoni to'xtatib EPPS haqida ma'lumot bemalol olishlaring mumkin bo'ladi. Ya'ni nimaligini, asosiy utilitel faqat qanaqa, qayerlarda ishlatiladi, shular haqida men ma'lumot topib qo'yganman. Xo'p, mana bu ikkinchisi. Mana buni ham videoni to'xtatasiz va tanishib chiqaverasiz bemalol. Xo'p, demak bo'ldi, buni tanishib chiqasiz. Keyingi qismiga o'tamiz. Ya'ni bu qayerda joylashadi? Ya'ni utilitel mana yozyapti. EPPS толщина 100 mm, ya'ni 10 cm tashkil qiladi va отметка низа -66 cm deb ko'rsatyapti. Ya'ni bu yerda qanaqadir yoki loyihada xatolik bor yoki qanaqadir kamchilik bor. Sababi mana shu -66 cm bizni chizgan nimamizga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni bu qaysi qismiga tashalishini topishda imkoni bo'lmayapti. Hozir men sizlarga buni 3D variantda ham ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Mana hozir bu 3-listimiz bo'ladigan bo'lsa, 3-listimizda har bitta o'sha mana joyi, razmeri aniq ko'rsatilgan. Loyihadan bemalol ko'rib topsa bo'ladi. Shu joylarga mana shu utilitilimizni qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, 3D variantda endi biz EPPSni topamiz. Buni ham chizganman, chunki ancha vaqt sarflab chizib chiqqan edim. Hozir EPPS horizon emas, tashkil santimetr. Monster EPPS utilitel mana. Rangi sariq ko'rib turganingizdek, mana o'sha loyihada qayerda bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha joyiga men chizib tayyor qilib qo'yganman. Faqat razmer borasida buni nima uchun unaqa deyotganimni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ya'ni 0 dan -66 cm mana loyihada aniq ko'rsatib qo'ygan, mana yozib qo'ygan. -660 mm, o'sha 66 cm bo'ladi. Va buni qayerdan bilamiz?
o'sha -66daligiga nimaga xato deyapsiz deyishlari mumkin. O'sha narsani hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, demak, hozir 40 topib olamiz biz. 40 holatida 40, ya'ni mana A40, mana kichkinasida unchalik ko'rinmaydi. A40 da ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kechirasizlar. Xo'p. Mana hozir kattalashtiramiz ozgina. Sizlarga ko'rinadigan bo'lishi uchun. Mana. Shu tupli tilimiz mana bu joyda ko'rsatilgan. Mani bilishim bo'yicha shunday. Endi lekin razmeri mana -690 bo'lsa, bitta pastki qismini beryapti va 50 santimetrli 5 santimetrli nima beryapti. Endi men loyihada o'sha aytganimdek loyihada ko'rsatilgan razmerda aytdim. 3D holatida mana qayerda joylashganligini. Aynan shu qismidan bizda razrez bermaganligi uchun mana shu joyda aniq shumi yoki u basmi, mana bu qism aynan shumi yoki shu basni bilganimiz yo'q. Lekin nimaga xato deyapsiz deydigan bo'lsalaring, mana bu joyda razrezda -67 santimetrni beryapti. Ko'rishlaring mumkin. -67 santimetr mana chekkada, mana chap tomonda, mendan chap tomonda turibdi. 67 santimetr minusda beryapti. Ya'ni bu ikkinchi steyashkamizni balandligiga to'g'ri keladi. O'zi yozib qo'ygan. Qaraydigan bo'lsak, birinchi steyashkamiz -76 santimetrda pastki qismi va 5 santimetr mana steyashka. Mana 5 santimetr steyashka. Undan keyin polizol beryapti, izolyatsiya. Undan keyin yana 3 santimetrli bizda steyashka beryapti. Buni qayerdan bilyapsiz deyishlaring mumkin. Buni mana bu joyda birma-bir ko'rsatib o'tgan. Mana. Birinchi utoplenniy grunt. Ya'ni bu yer qatlami. Mana bu pastki qismi. Va undan keyin geotekstil plotnosti 200 mm deyapti. Ya'ni tekslashi trambovka qilib qatiradigan joy har 200 mm da, ya'ni 20 santimetrda deb ko'rsatyapti. Va undan keyin pesok средний крупности класс 1 послойный трамбованием к с коэффициентом уплотненный 0,98 va соответствует SP45 shunaqa xullas rus tilida bunaqangi juda kuchli emasman. Undan keyin mana stoyashka iz beton, mana bu qismida yaxshilab e'tibor berasizlar. Stoyashka iz beton B75 7,5 marka deb ko'rsatyapti. Ya'ni klass 7,5 B7,5 beton. Steyashga quyiladi deyapti. Mana bu joyda mana 5 santimetrli deb ko'rsatib ham qo'yapti. Demak, bizda o'sha 5 santimetrli steyashkamiz mana shu joy. Ya'ni 0 dan -76 tekslab olinadi gruntimiz. O'sha tashalgan zasipkamiz hammasi tekslab olingandan keyin svay qoqiladi. O'sha tekslangan qismi -76 da turish kerak bo'ladi 0 dan. Va uni ustiga 5 santimetrlik podbetonka quyiladi. Mana shu joyda o'sha narsani ko'rsatib qo'ygan. Endi gidroizolyatsiya Uniflex EKP 4,5 4-5 ili analog va X-loy deyapti. Ya'ni X-loy nima qilinishi kerak, izolyatsiya qilinishi kerak deb ko'rsatyapti. Buni yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsalaring 9 mm da tashkil qilyapti X-loy.
deyarli 1 santimetrga ham borgan yo'q. Ya'ni mana 4,5 dan bo'lsa, 4,5 dan bo'ladigan bo'lsa, x loy qilinsa, demak 9 millimetrga boryapti. O'sha mana bu joyni qaraydigan bo'lsak, to'q ko'k bilan belgilangan joy. Xuddi mana shu joy. Undan keyin защитная CP стояшкой marka 100, ya'ni 100 markalik beton quyiladi deyapti. Защитный стояшка, ya'ni bu stoyashkamiz vazifasi o'sha pastdagi gidroizolyatsiyamizni teshib qo'ymaslik vazifasini bajaradi va bu 3 santimetrda tashkil qilyapti. Xo'p, u narsalarni ham men mana 3D holatda ko'rsatib o'taman. Xo'p, 3D holatda, xo'p, o'slarni men o'chirib turaman hozircha, ko'zga xalal bermasligi uchun o'sni o'chirib turaman va birinchi qavat podbetonkamizni ko'rsataman. Mana bizni podbetonkamiz mana. Podbetonka loyihada qanday bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda podbetonka quyib tayyorlanadi. Va mana o'sha men utepletel xato bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deganimni sababi mana shu. Ya'ni mana razmer bo'yicha stoyashkamizni ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda mana pastki o'sha eng pastki stoyashkamiz bizda 5 santimetrlik bo'lyapti va -76 dan boshlanyapti. Lekin bizda utepletelimiz, mana utepletelda men tepaga chiqib ko'rsataman. Utepletelimiz mana -66 santimetrda turibdi. Men 3D holatda o'sha -66 santimetrga tayyorlagan. Mana. Ya'ni stoyashkadan qanchadir masofa tepada yuqorida turibdi. Undan keyin hozirgi aytib o'tganim gidroizolyatsiya. Hop, izolyatsiyani polizol mana izolyatsiyani yayilgandan keyin mana X loy bo'ladi, ya'ni X loy izolyatsiya qilingandan keyin stoyashkani ustiga va yana uni ustiga 3 santimetrlik bizda stoyashkamiz bor. Mana 3 santimetr buni ustidan stoyashka. Va o'sha loyihadagi razmerga qaraydigan bo'lsak, mana shu 3 santimetrlik stoyashkamiz mana bu utepletelni yopyapti shunda. Mana bizdagi mana bu utepletelni o'sha oxirgi 3 santimetrlik stoyashkamiz yopyapti xolos. Shu narsaga aniqlik kiritish kerak. Ya'ni loyihada razmer yo xato berilgan yoki majburan mana shu holatda qo'yishga majbur bo'lamiz o'sha utepletel. Mana bu utepletel, ya'ni bu qaraydigan bo'lsak bizda 5-listga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 5-listdagi utepletelimiz o'sha loyihada qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni razmer qo'yishda balkim kamchilik bo'lgandir. Ya'ni razmerga qarab men 3D holatda chizib tayyorladim. Ya'ni loyihada qanaqa bo'lsa, xuddi o'sha holatda tayyorlab qo'ydim. O'sha birma-bir tushuntirdim. Hozir mana men yana o'sha 3 santimetrlik stoyashkani agar berkitadigan bo'lsam, o'sha hozirgi utepletelimiz ko'rinib qoladi. Ya'ni ustiga ko'rinib qoladi. Balkim bu o'sha podbetonkadan ham, ya'ni birinchi stoyashkamiz bor, 5 santimetrlik stoyashkadan ham oldin yerga qo'yilib ketish kerakdir. Buni aniqini bilmadim. Sababi loyihani biz qilmaganmiz. O'sha loyiha tashkilotidan so'rab bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni razmerlari qayerga qo'yilishini. Mana shu holatda. Xo'p, demak, hammasini tushuntirdim. Hozirgacha bo'lgan video roligimizni endi bundan keyingi video rolikda Xudo xohlasa yana qolgan qismlarida davom etamiz. Hozir ozgina vaqt tejamkorlik qilishimiz kerak, boshqa ishlarga ham yurishimiz kerak. Shuning uchun videoni mana shu joyda, mana shu qismida to'xtatishga majburimiz. Sog' bo'lasizlar.
Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu videoni albatta YouTube'ga joylayman, YouTube tarmog'iga joylayman. Lekin bundan keyingi, ya'ni xuddi mana shu loyihani bundan keyingi video darsliklari yopiq Telegram kanalida joylab boriladi. Ya'ni YouTube'ga joylanmaydi. Bu prosta boshlanishi uchun xolos. Ya'ni shu loyihani aynan pastki qismida ishlatilgan armatura hamma narsasi o'sha video tarzida yopiq Telegram kanalga qo'yib boriladi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna va layk albatta eslaringizdan chiqmasin.